Yaxshi, zo'r bo'lib qolibdi. Keyin shundan keyin narsalar olib boshladim sizda. Birinchi o'g'lingdan borgansiz demak. Birinchi o'g'lim. Choyni nechta olib ichdingiz? 2 pachka olib ichganman o'sha vaqtda. Ichini zo'r yog'siz tozaladimi? Ayniqsa pinkangiz shunaqa yoqadi, zo'rda. 3 marta Bormi, zakaz hali qildim. ishlatasizmi? Pinkadan ko'p zakaz qilganman. Qora. Ha, qora pinka. Yuzim yog'li-da, o'shaning uchun shu yoqadi. Yaxshi. Boshqa pinkalarni ishlatib ko'rdim, firmalarniki. Umuman yuzimni battar yog'lantirib tashlaydi. Uni bittada ishlatsam yaltirab, yuzim shunaqa zo'r bo'ladi. Vaqti nasibimga olib qo'yganman hamma narsa. Yaxshi. Sochimga narsa olganman keyin. Shunaqa narsalar. Zo'r sochlaringiz ham bo'lsin. O'shanda aksiya qilganingizda oldim keyin. Narsa. Aksiya qachonga oldingiz? Ancha bo'ldimi? 31dan. Barakali, lekin ko'pga yetadi. Ko'pga yetadi, zo'r. Pinkangizni ham o'xo sentyabrdan beri ishlataman. Zo'r. Bittasini o'zi? Ha, bittasini o'zi. O'zi ozgina aniqsiz ko'paradi-yu. Ko'pirib ketadi, zo'r bo'ladi. Yaxshi. Yo'q, yaxshi, yuzlaringiz o'g'riylar yo'q. Boshida endi ko'rmaganman. Rasm tashuvmadingiz? Yo'q, tashlamagan. Boshida yomon edi. Nima qilsam ham ketmoqda. Siz keyin reklamada ko'rib qoldim sizga. Keyin u zakaz qildim. O'shandan keyin ancha ketib. Yaxshi. Zo'r bo'libdi. O'shaning uchun hozirgacha zakaz qilaman.